Tasavvur qilib ko'ring, Abduqodir Husanovning Manchester Cityga transferi Osiyodagi eng qimmat deb ataldi. Shuning uchun biz sizlar bilan Abduqodir Husanov haqida 30 ta fakt eshitamiz. Qani ketdi. Ismi Abduqodir, familiyasi Husanov. Familiyasi Abduqodir Husanov. Nechinchi yil tug'ilgan? 2004-yil tug'ilgan. Sanasi 29-fevral. Tasavvur qilib ko'ring, 29-fevral 4 yilda bir marta bo'lib o'tadi. Otasi kim bo'lgan? Otasi futbolchi bo'lgan. Qayerda? U otasi Bunyodkorda o'ynagan. O'zi Bunyodkor akademiyasida futbolchi bo'laman degan. 10-si, lekin Bunyodkorga futbolchi bo'la olmagan. 11. Bunyodkorga u to'g'ri kelmagan. Uni tanishi boshqa klubga olib borgan. U klubning nomi Energetikada. U jarima zarbalarini yaxshi tepardi. 15-si, u Energetikda 4 ta gol va 4 ta assist bergan. U Lens klubiga o'tgan. U O'zbekistonning 1-liga 1da o'ynagan futbolchi deb atalgan. U Cityda 45-raqamni olgan. Pep Guardiola unga 45-raqamni bergan. Rinok narxi esa 12 million yevro. Abduqodir rinok narxi Ronaldodan qimmat. Unga intervyu berish qiyin. O'zi aytgan, intervyu menga berish qiyin, futbol o'ynashdan ko'ra degan. U Abbos bilan qattiq do'st. U Manchester Cityda 2-o'yinda gol urgan. U kompyuter o'yinlariga qiziqadi. U Cityda o'rtaga bilan mashg'ulot qilishni yaxshi ko'radi. Uni ukasi ham futbolga qiziqadi. Savol berib ko'ring. FIFA reytingi qaysi? Uni FIFA reytingi 77. Instagramda esa 1.500.000 obunachisi bor va 78 ta post bor. Iltimos, bu oxirgi faktidir. Telegram kanalim bilan Instagram kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar. Instagram kanalim nomi esa Ibrohim Qahhorov, Telegramni esa Ibrohim Game. Hammaga rahmat, kim ko'rib bo'lgan bo'lsa shaqacha, hammaga xayr. Men sportzalga borganimda. Men nechadir yil sportzalga borganimda. Agar shunaqa qiziqarli, kulgili videolar xohlasanglar, mening Instagram kanalimga obuna bo'linglar. Uning nomi eslatib qo'yapman, Ibrohim Qahhorov. Telegram kanalida esa Ibrohim Game. Ko'rganingiz uchun rahmat. Xayr.